ikki xil oshqunlikqa o'xshash qarshiman. Bir qism diniy hissiyoti kuchli qarindoshlar atalmış Taliban, Daesh mestanligi bilan qarg'ulachi egishib minib, minglagan Uyg'urlarimiz Afg'oniston va Suriya zaminlarida nobud bo'ldi. Hele ham bu ishga chetishliqi bor deb ayblanib, yuzlagan odamlarimiz Turkiyada tutib turish o'rinlari yoki turmalarda yotmoqda. Men bu xil qarindoshlarimga intayin afsuslaman va ongni o'ngshash uchun tirishchanlik ko'rsatib keldim. İkinci xildagi oshqunlar bo'lsa, biz Uyg'urlarning eng oxirgi qalamiz bo'lgan Türkiye Cumhuriyeti davlatimizning eng ashaddiy dushmani bo'lgunchi PKK'ga moyilligini bildirishib, go'yo ish og'ritib, kurdlarmi bizga o'xshash izilgan xalqqa ularningmi mustaqil bo'lish haqqi bor degandek o'xshinishlarni onda-sonda anglab qolaman. Sendeklerning derdingning va qo'saq og'riqning nadiligini obdan bilsam-mu, bir gapni ochiq deb qo'yay. Hey sotsializmchi yo'ldoshlar. Senlarning dahi o'z xalqingga ichi og'rib, birer qitim Sharqiy Turkiston tashkilotlarining bo'sog'isini kirib, Uyg'ur xalqi uchun birer yevro iyoni qilib boqqaning esingdimi? Shu damlarda Xitoy hokimiyatining inson tasavvuridan hal qilgan askerliklarini o'zing bilgan birer zuvanda, birer organga tushundirib, g'ururingni namoyon qilib boqqaning bormi? Hayotingda birer qitim jasorat kelib, ko'k bayroqni qo'lingga olib, o'zing yashayotgan davlatda namoyish qilib boqdingmi? Kurd qarindoshlarning Turkiyada Milliy istixborot idorasining raisi, davlat ministri, harbiy amaldor, hatto davlat zungtuni bo'layotganligini va bo'lganligini, o'zlarining Turkiyada davlat majlisi ichida siyosiy partiyalarining borligini, Türkiye Komünist Partisi'dek nurg'un siyosiy partiyaları Kürtlerga tabi ekanligini, yana kelib PKK'ning maqsadi Turkiyani ag'dirib tashlab, Türklarni O'rta Osiyoga qaytarib o'tamiz degandek g'oyalarining borligini bilib qilishinglarni o'tinaman. Turkiyaga ziyonliq har qanday ish-harakat va gap so'zdan hazar elganning o'zimi bir yaxshi ish. Uyg'urning har qanday ijobiy faoliyatidan putoqlar chiqarib, o'zing biror ishni qilishmay satlashguncha eng yaxshisi Fransiyaga berib, Eyfel minoridan o'zingni etib ol. Dunyoning har qanday yerida bir Yahudi bo'lsa, İsrailiyani milliy davlati va arxitekt hisoblaganligiga o'xshash, bizdek turk qavmlarining o'tida kuyib, suyida eqvatqanlarga nisbatan Turkiya bizning ko'z qarchuqimizdek asraydigan vatanimizdir.